Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Men avvalambor bizlarni ishtirokchilarimizga va tashkilotchilarimizga tadbirni uyushtirganlar uchun minnatdorchilikni bildirmoqchiman. Mani ismim Alboz Dilmurodjonov. Men geo axborot tizimlarini yaratish va joriy etish bo'limining boshlig'i bo'laman Geoinfocomdan va idoramiz haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, bizlarni asosiy vazifamiz nimadan iborat? Bu aynan geo axborot texnologiyalarini rivojlantirish va ularni joriy etish va ular biznesni, aholini va albatta korxonalarni zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlash bilan bog'liq va albatta bizlar ma'lumotlarni ishlash bilan foydalanamiz va bundan tashqari bizlarni aynan tashkilotimizda tashkil topishidan oldin bizlar mana shu raqamli transformatsiya va kadastr tizimlarini joriy etishdan boshladik. Bu asosiy bundan ko'rsatkich bu UZCAD tizimini informatsiya, axborot va integratsiya tizimi va bu UZCAD tizimi bu zamonaviy raqamli platforma barcha ko'chmas mulkni ro'yxatga olishdan va albatta bu bizlarga boshqarish uchun yordam beradi. Ko'chmas mulkni bu hozir 60 ta axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan davlat idoralarini va tashkilotlarni va bu bizlarga albatta imkon beradi ma'lumotlarni almashishdan va albatta bu yerda o'zingiz ko'rib turganingizdek ma'lumotlar bo'ladimi, biznes bo'ladimi, uni dolzarb ma'lumotlar bilan ta'minlashga kirishamiz. Bu yerda 3 milliondan ortiq ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni bizlar ro'yxatdan o'tkazdik va 2024-yilda esa bizlar 953 mingdan ortiq huquqlarni ro'yxatdan o'tkazdik va hozirgi kunga kelib 2025-yilda 626 mingdan ortig'ini ro'yxatdan o'tkazdik. Bundan tashqari bizlar elektron xaritani yaratdik. Mamlakatimizni bu 42.4 million gektarni qamrab oldi va bulardan 41.7 millioni hozir davlat ro'yxatidan o'tkazilgan va bizlarni ma'lumotlar bazamizga 738 ming noturar joylar kiritilgan, inshootlar va 47 ming ko'p qavatli uylar ham kiritilgan. Ya'ni bizlarni yagona raqamli zamin yaratilgan, yagona raqamli platforma yaratilgan UZCAD asosida, tizim asosida va bu bizlarga 2022-yildagi Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan bizlarda ochiq ma'lumotlar portali yaratildi. Uning asosiy maqsadi kadastr ma'lumotlarini imkon qadar ochiq va shaffof va foydalanuvchilarning har bir toifasi uchun ochiqligini ta'minlashga qaratilgan va bizlar albatta imkon qadar ma'lumotlarni xorijiy tajribalardan, Yevropa, AQSh va boshqa mamlakatlarni tajribalaridan kelib chiqqan holda bizlar tajribalarni o'rganib shunday xulosaga keldikki, aynan Esri kompaniyaning aynan yechimlari bizlarga ishonchli va zamonaviy davlat darajadagi infratuzilmani yaratishga yordam berishini bizlar ko'rdik va bundan tashqari Esri tizimining tanlashimizdan yana bir omili bu ma'lumotlarni aynan Innova Solutions degan bir yechimlarimiz bor, u ham Esri kompaniyasiga hamkor bo'ldi va bundan tashqari aynan shu bois bizlarda mana shu texnik fundamentga kelgan holda bizlarda Argis Enterprise degan bir yechim bor. Dasturiy ta'minot bu qator bir muhim mezonlarga javob beradi. Avvalambor xavfsizlik, bu ma'lumotlarni bundan tashqari O'zbekiston hududlarida serverlarni joylashtirilishi, ya'ni bundan tashqari u juda ham moslashuvchan, ya'ni ma'lumotlarni
hajmi oshirilgan sari buni ham hajmi oshib ketishi mumkin va bundan tashqari REST API ga ham bu o'zini ko'magini ko'rsatadi. Ya'ni bu boshqa tizimlar bilan buni integratsiya qilishga yordam beradi va albatta bu bizlarga ma'lumotlarni qo'shib boshqa yo'nalishlarda ham foydalanishga yordam beradi. Bunaqa shunaqa qilsa bo'ladimi? Va bizlar mana mazkur portalimizni boshqa raqamli tizimlar bilan va servislar bilan ulashga yordam beradi va bundan tashqari yana shuni aytishimiz kerak bo'ladiki, mana bizlarni foydalanuvchilarimiz ma'lumotdan qanday qilib foydalansa bo'ladi. Bular aytganimdek mana shu ma'lumotlar portalidan foydalansa bo'ladi. Va va bundan tashqari yana bir narsani aytib o'tmasak bo'lmaydi. Bu ma'lumotlar juda ham yaxshi, muvaffaqiyatli joylashtirilgan edi. Ya'ni bu yerda o'zingiz ko'rib turganingizdek, bu bizlarga ma'lumotlarni avtorizatsiya qilishga ham imkoniyat beradi va ular o'zi bergan, ya'ni kiritilgan ma'lumotlardan tayangan holda qandaydir dalolatnoma va ma'lumotlarni olishga imkoniyat beradi va bundan tashqari bizlarda qayta aloqa moduli ham mavjud va albatta bular bizlarga ma'lumotlarni tuzatish imkoniyatini ham beradi va bundan tashqari yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak bo'ladiki, mana yer resurslarini joylashuvlarini ko'rsa bo'ladi va bundan tashqari auksionlarga joylashtirilgan mana shu obyektlarni ham bizlar ko'rsak bo'ladi va bundan tashqari endi foydalanuvchilar uchun ochiq ma'lumotlar ham mavjud. Mana jumladan bu manzillar, bularni o'lchamlari, joylashuvi, bundan tashqari yer uchastkalarini jamg'armasi, qandaydir bir muzlatishlar va taqiqlar bor yo'qligini ko'rsa bo'ladi va bundan tashqari bizlarni portalimizda hamma standart ma'lumotlar keltirilgan, jumladan bu GPS joylashuvi, ilovalar bilan ishlash, uyali aloqalar bilan ishlash va kadastr raqami bo'yicha qidirish va ma'lumotlarni turli qatlamlarni ko'rish imkoniyati ham mavjud va bu barcha muammolarni ya'ni yechsa bo'ladi UzCard tizimida va bu yerda ichki tizimlar servislarimiz ham mavjud va bu hammasi bu statik ma'lumotlar emas, ya'ni bu ma'lumotlar har doim yangilanib boradi va bundan tashqari ya'ni foydalanuvchi har doim yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritadi. Bu ularni manzili bo'ladimi yoki mana shu obyektni huquqiy maqomidan kelib chiqqan holda va bundan tashqari mana hozir bu elektron ko'chirma. Hozir bu yerda nima haqida bizlar so'z yuritmoqchimiz? Bu yerda nafaqatgina ikki o'lchamli an'anaviy xaritalar, bizlar xuddi mana shu ma'lumotlarga tayangan holda 3D xaritalardan foydalanyapmiz. Hozir mana shu UzCard tizimiga kiritilgan ma'lumotlar bo'lsa, ya'ni mana shu balandligi, bundan tashqari qalinligi, devorlarni, buni hammasini O'zbekistonni 3D o'lchamdagi xaritani ustida ishlashga boshladik. Bu jarayonda hozir sinovlardan o'tkazilyapti, ma'lumotlar to'planib boryapti, lekin bizlarning ma'lumotlarimiz bazalarida binoni u aynan o'lchami bo'yicha ma'lumotlar bor va bu bizlarga mana shu tayyor modellardan foydalanishga yoki avtomatik modellardan foydalanishga imkoniyatlar bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlar har doim yangilanib boradi va bu sizlarga aynan yangilangan ko'rinishda ma'lumotlarni taqdim etishga imkon yaratadi va bu bizlarga nafaqatgina ma'lumotlarni turganligicha ko'rish imkoniyati bo'ladi, balki kelajakda ham bu ma'lumotlarni boshqa foydalanuvchilarga beradi. Ya'ni bu nafaqatgina
davlat idoralariga, balki aynan shaharsozlik uchun va me'morchilik sohasida loyihalashtirish uchun ham kerak bo'ladi. Ya'ni bizlar ma'lumot bazalarimizda va UzCAD va boshqa servislarni o'rtasida portaldagi ko'chmas mulk bilan bog'liq ma'lumotlarni o'rtasidagi integratsiya, ya'ni ArcGIS deya tayangan holda mana mazkur UzCAD tizimiga kiritilgan avtomatlashtirilgan tarzda va bu yerda bu ma'lumotlar ArcGIS orqali ArcGIS API orqali beriladi va o'zingiz ko'rib turganingizdek bu ma'lumotlar ko'rsatiladi avtomatlashtirilgan tarzda va albatta bu ArcGIS serverda saqlanib turadi. Bu bizlarga ularni aynan aktual holatda, ya'ni yangilangan holatda saqlab turishga yordam beradi. Siz bu yerda ko'rib turganingizdek bizlar ma'lumotlarni aynan ya'ni bularni qo'shishimizda Enterprise bizlarga yordam berdi. Ya'ni bu bizlarga integratsiyalashga yaxshi bir imkonni beryapti va bu ma'lumotlarni bizlarga ko'rsatib berish imkoniyati ham mavjud. Mana siz buni ArcGIS portali ichida ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni bu ma'lumotlarni o'zingiz ko'ryapsiz. Mana yer resurslari, mahallalar, ma'muriy chegaralar, o'rmon xo'jaligi, hamma ma'lumotlar bu yerga kelib tushadi. Ya'ni bular UzCAD tizimiga kelib tushadi bevosita va bular qator ma'lumotlarni aynan ko'rib chiqishingiz uchun bir yaxshigina zamin yaratadi. Ya'ni ma'lumotlar to'plamlarini va bundan tashqari mazkur ma'lumotlar bizlarda aynan ArcGIS serverimizdagi mavjud ma'lumotlardan o'zimizda, ya'ni agentligimizda ham bundan foydalanadi. Ya'ni o'zimizni ichki vazifalarimizda, ishlarimizdan foydalanish uchun ish jarayonida va ayni paytda mazkur resurslarimizdan ham juda ham faol tarzda foydalanyapmiz. O'zimizda milliy infratuzilmamiz bor, ya'ni hududiy ma'lumotlari va bundan tashqari o'zimizda hozir NIPD degan departamentimiz bor. Mazkur milliy infrastruktura portalini ma'lumotlari, ya'ni ularga barcha kerak bo'lgan hududiy ma'lumotlar to'plamini u yerda olinadi va portal bizlarga nafaqatgina ochiq ma'lumotlardan foydalanish uchun, balki yangi loyihalarni ustida ishlash uchun ham yaxshi imkoniyatlarni yaratadi va mazkur ma'lumotlar hozir bizlarda mavjud. Mana serverimizda, ArcGIS serverimizda va bu bizlarga ko'pgina dashbordlarni yaratish imkoniyatini ham ochib beradi. Bu dashbordimiz yer fondlariga qaratilgan dashbordlarimiz bo'ladi. Ularni bir-biri bilan bo'lgan, ya'ni foiz nisbatlarini ham ko'rsak bo'ladi va bundan tashqari mana mazkur portalimizni ma'lumotlarga tayangan holda bizlar info xaritani ham yaratdik va bu info xaritamiz aynan qishloq xo'jaligiga mo'ljali bo'lmagan bir yerlarni bizlar ham foydalansak bo'ladi. Ya'ni bularni ular aynan sotuvga qo'yishi mumkin bo'ladi va dolzarb muammo masalalarga oid bo'lgan ma'lumotlarni olsa bo'ladi. Bu ma'lumotlar esa bizlarni e-auksion degan elektron auksion tizimlari bilan integratsiyalashgan. Ya'ni bu yerga har doim yangi ma'lumotlar kelib tushadi va albatta bu aynan yer uchastkalarining soni bo'yicha ma'lumotlar ham kelib tushadi va bu yer elektron kadastri bilan bog'langan, ya'ni barcha ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanib boradi. Ularni maqomi ham yangilanib boradi. Ya'ni men aytmoqchimanki, mana shu ma'lumotlar har doim yangilanib borgan holda sizlarga aks ettirilishini aytib o'tmoqchiman alohida. Yana bir narsa, endi nimani bizlar kelajakda rejalashtirmoqchimiz? Birinchisi, albatta bizlarni bazaviy xaritalarimiz bilan bog'liq yo'nalish. Bizlar ayni paytda standart kartografiyadan foydalanib kelmoqdamiz, lekin ayni paytda bizlarga bularni aynan hozir boshqa markazlardan
ya'ni Esri va Google markazidan o'zimizni aerogeodezik markazlaridan foydalansak bo'ladi. Ya'ni bu bizlarga aynan har doim yangi bo'lgan mana shu raqamli kartalardan xaritalardan foydalanishga imkoniyat beradi. Hozir bizlar mana shu aerogeodeziya markazlarini ma'lumotlaridan foydalanib, keyinchalik ular portalimizdagi ma'lumotlarni asosini yaratadi. Va ikkinchisi bu albatta mana shu xarita, ya'ni manzillar xaritasini yaratish bilan bog'liq. Bu shunday, ya'ni yirik mana vendorlar, jumladan Yandex, Google yoki boshqa mana shunaqa yirik provayderlarni xizmatlari ko'rsatilmaydigan hududlarga juda ham muhim. Jumladan bu olis chekkalarda yoki chekkalarda joylashgan hududlar uchun kerak. Ular uchun bunday xarita juda ham dolzarb ahamiyatga ega. Jumladan bu mana shu tez tibbiy yordam, albatta huquq muhofaza qiluvchi idoralarga yoki favqulodda vaziyatlar vazirligi uchun juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. So'zimni yakunida shuni aytib o'tmoqchimanki, mazkur loyihalarning barchasi bu yerda bizlarda ishonchli texnikaviy poydevorimiz mavjudligi uchun va bu bizlarga xavfsizlik va albatta moslashuvchanlikni qo'lga kiritishga yordam beradi degan mana shu raqamli e, davlat xizmatlarini amalga oshirishga yordam beradi. Va albatta hozir yerga mulkchilik bo'lgan sohasida aynan judayam bir yaxshigina shaffoflik darajasiga erishishga imkon beradigan texnologiyalar tufayli. Katta rahmat sizga e'tiboringiz uchun.